sizlar bilan Golden Boy. Bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda hardcore rejimida 100 kun survival videosini olamiz. Bo'lmasa videoga let's go. Birinchi o'rinda daraxtimiz bo'lamiz. Hayır koy. Yana bir manta savanna daraxt çok bo'lsak. Bu ko'chat uyum oldiga ekib qo'yaman kerak bo'lar. Hop. Haram. Nihoyat bir kun yurgandan keyin qishloq. Uni o'marib talaymiz. Yo, nigger. Ko'zini qarabmi? Brat, nimaga qorayib ketgansiz o'zi? Halloween. Oh. No. Bueno. Машина. Urug'lar конечно kerak bo'ladi. Sandiqda bu ham kerak bo'ladi. Hoppa, ko'mir. Zoramiz. Bitta ekan. Hoppa, bu kech bir hozir bo'ldi. Demak, boshlaymiz. Resurslarni toshli qilamiz. 1, 2, 3. Narsalar toshli. Oo. Nechta ekan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buni ham buzamiz. Bundan sit yasaymiz. Pech. Bitta pech. Hop. Bularni pechga qo'yamiz. Bular qachon yeriydi? Bo'ldi. Men full setman. Endi biroz aylanamiz. Hoppa, golem. Nima qilishni tushundim. Golem bu yoqqa kelmasam o'zim qo'raman. Kelmas ekan qiz. Kelmasam golem qimirlamas ekan. Jon, men seni shetda ham mazani qochirib qo'yishga aqlim yetadi. Faqat maraz golem. Suvga bitta tushsam, chavlardan yuqursam ekan. Sandiq bo'lsin-da, shuncha kelganimga yarasha. Ma bu neger nima qilyapti? Baş oldu. Mana hamma oq, lekin bu neger. Nimaga? Vot. Yo'qlar, keppan-ku. Filmani rasosini chiqaramiz. Hech narsa qolmadi bo'ldi.
Endi uzoq sayrga yo'l olamiz. To'g'risini aytsam, juda zerikib ketdim. Kamera bir 4 kundan beri yo'ldaman. Endi bir donagina buzilgan portal chiqdi. Qishloq umuman yo'q. Yaxshi narsa kelib qoladi. Sabzlar. Men olib ketadigan narsalar. Oy, bormi bu yerda? Yo'q ekan. Yana biroz aylanaychi. Yana qishloq chiqib qolar. Yo'q, qishloq. Muzlik davrida qishloq oyoqlari muzlab ketdi. Qishloq. Yes. Ko'chatlarni terib olamiz. Bu yerda negerlar yo'q degan umiddaman. Oppoq soch sariqlari. Krutoy. Xo'p, sandiqlarni titishni boshlaymiz. Mana ekan. Xarita yaxshi. To'lib qoldi-ku. Bularni solib qo'yamiz bo'lmasa. To'ldingmi sen ham? Tashlama. Buni. Va buni. Hammasini solib qo'yamiz. Bu ham to'ldi. Qishloqni titishda davom etamiz. Yo'q, buzuq portal. Qishloqdan birozgina uzoqlikda ekan. Ichida nima bor? Cho'tta nezarlar kelyapti. Bunga nechta yetmayapti? Boshqa narsa ekan. 1, 2. Shu yerlarga uy qursammikan? Oppa, o'g'ri ham bor ekan. Biroz aylanaychi. Oppa, nimalarni ko'ryapman? Yana bitta qishloq. Qanday ajoyib. Ancha bo'lib ketdi qishloq ko'rmaganimga. Bu yoqda ham bo'lmish. Hop. O'g'ir bor ekan. Karuchi ana joydan uncha uzoqlikda emas ekan. Demak, men ana ularga boyagi portalni oldiga uy qursam bo'ladi. Ikki tomonda ham qishloq bor. Bu nima degani? Bu zo'r degani. Tepaga chiqib olay tezroq. Xo'p, biz tepaga chiqib oldik bo'lmasa. Yo'q. Izmol. Nima? Izmol shunchalik kichkina joyda ham bo'laverarmidi? 1, 2, 3, 4. Nechta? Bitta chiqdi menimcha. Atrofda hech narsa yo'qmi? Yo'q, hech narsa yo'q. Sandiqlarni titkilaymiz. Bu yerda sandiq bor ekan. Ichida non kerak bo'ladi. Molni turqini qarab, sovuqligini. Yana non. Yo'qale. Chachishib ketgan ekan tosh bilan.
Bo'lmasa o'sha yoqqa borib yuqoraveraman men. Bu yerda narsalarni olib ketib albatta. Xudoy. Uyimga yetaman bordim. Lavlagim bunimi? Bo'lmasa joyimga ketdim men. Bitmen diye olsam birinchisi bunun ham yurib ketdi. Bir stok bo'lish kerak-da, по-моему. Bir stok bo'lsa, keyin bunaqa blok o'zilar ekan ya. Afsuski bo'lmas ekan. Bir stok hali ham bo'lmasa tezroq. Bo'lmasa shu yerdan uyni qurishga davom etamiz. Tezroq bo'lishi kerak. Qanday go'zal uy, to'g'rimi? İçini keyin avdor qilib beraman. Bo'lmasa hammaga xayr do'stlar. Bizning hardcore rejimida survival videomizning birinchi qismi tugadi. Ikkinchi qism 5 ta, mayli 10 ta likedan keyin yig'gan zahoti chiqadi. Xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling.